Xayrli kech qo'mondonlar. Biz bugun oldi bilan diqqat qilishga arziydigan O'rta Sharq bexatarlik tasvirini ko'rib boqaylik. Shu joy vaqti 7 avgust Saudiya Arabistoni, Turkiya va Pokiston islom dinining birinchi muqaddas shahri Makka shahrida butunlay yangi Makka birlashma mudofaa kelishimi imzoladi. Navbatda oshkorlangan yadroliq moddada ko'rsatilishicha, 3 davlatning xohlagan biri qurolli hujumga uchrasa, 3 davlatga qilingan hujum deb qaraldi ekan. Bizga ma'lumki, bultur 9-oyning 17 kuni Saudiya Arabistoni bilan Pokiston oldi bilan strategik o'rtaq mudofaa kelishimi imzolagan. Bu kelishimga asosan Pokiston Saudiya Arabistoniga taxminan 8000 askar JF-17 Shaolin kurashchi aeroplanidan tashkillangan kurashchi aeroplanni o'tira atirdi. 2 uçqusiz aeroplanni o'tira atirdi va elimiz yasagan Qizil bayroq 9 havo mudofaa sistemasi qatorliqlarini o'rinlashtirdi. Bu qitimqi 3 taraf kelishimi Saudiya Arabistoni bilan Pokiston imzolagan o'rtaq strategik mudofaa kelishimi asosida rasmiy qurilgan bo'lib, bu Saudiya Arabistoni davlat bexatarligini butunlay Amerikadan iborat bu bir yurish sistemaga tayinib qolmay, balki Amerika yetakchiligidagi omonlik saqlash ramkasining sirtida o'zining ikkinchi qatlam kollektiv mudofaa to'rini barpo qiladiganligi to'g'risida aniq signal berdi. Bizga ma'lumki, bo'libmi bu yil 2-oyning 28-kuni Amerika bilan Isroil Eronga zarba bergandan keyin Eron va uning vakolatchilari Paris qo'ltiqi davlatlarga davomli qaytarma zarba berdi. Saudiya Arabistonining neft eksport ulaslari va 2030 yillik orzu taraqqiyot plani bevosita og'ir zarbaga uchradi. Shuning bilan bir vaqtda Amerikaning ittifoqdoshlariga bergan bexatarlik va'dasining ishonchlilikning og'ir darajada yetarsiz ekanligi oshkorlandi. Shunga bu Saudiya Arabistonining Amerika yetakchiligidagi bexatarlik sistemasiga tayinib olishdan qutulishni tezlatib, rayon mustaqil mudofaa o'rinlashtirmasining barpo qilinishini ilgari surdi. Shuning bilan bir vaqtda Turkiya, Pokiston va Saudiya Arabistonidan iborat bu 3 davlatning birikishimi bir-birini to'liqlaydigan belgilik afzallikka ega. Buning ichida Saudiya Arabistonining kuchli mablag'i, energiya ta'sir kuchi va Qizil dengiz bilan Paris qo'ltiqini tutashtiradigan strategik o'rni bor. Oddiy qilib aytganda, shahzodalarda pul kam emas, bexatarlik tuyg'usi kam. Turkiyaning Shimoliy Atlantik aktiv tashkiloti doirasidagi ikkinchi cho'ng ko'lamdagi armiyasi bor. Shundaqla navbatda O'rta Sharq doirasidagi nisbatan mukammal harbiy sanoat sistemasining biri. Pokiston elimizning yordamida zamonaviy havo armiya sistemasini barpo qildi. Shuning bilan bir vaqtda u yana musulmonlar dunyosidagi birdan-bir yadro qurolini himoya qiladigan davlat. Bundan boshqa Turkiya, Saudiya Arabistoni va Pokiston sunniy mazhabiy yetakchi o'rinni egallagan musulmon davlati bo'lib, yuksak darajada bexatarlik andisiga ega. Bir tarafdan hozir Eron va Shia mazhabiy vakolatchilari Hormuz bo'g'ozi, shundaqla Qizil dengiz va Mandeb bo'g'oziga davomli qamal qilish tahdidi paydo qilmoqda. Yana bir tarafdan Isroiliyaning barg'ansiri radikallashib, uzluksiz sirtqa kengayotgan rayon harbiy harakatimi barg'ansiri norozilik ifoda etildi. Janubiy Osiyodagi Pokiston nisbatan aytganda, bu 3 taraf mexanizmi qatnashganda intayin real iqtisod va energiya manfaatiga erishib qolmay, shuning bilan bir vaqtda yana 7-may havo urushida g'alaba qilgan afzallikdan foydalanib, o'zini Janubiy Osiyodagi harbiy kuchli davlatdan yanada ilgirlagan holda butkul Paris qo'ltiqi va O'rta Sharqning bexatarlik bilan ta'minlik tusga aylantirishni umid qiladi. Bundaq bo'lganda bir tarafdan xalqarodagi o'rni va so'z huquqini yuqori ko'targili, yana bir tarafdan Hindistonga bo'lgan strategik tahdid kuchini oshirg'ili bo'ladi. Bundan boshqa Turkiya a'zo bo'lgandan keyin Pokistonni texmo jalb qilish kuchiga ega bo'ladi. Chunki Turkiya bilan Pokistonning harbiy sanoat jihatdagi hamkorligi aslida intayin cho'nqur. Amerikaning nisbatan aytganda, amaliyotda qisqa mezgildan elib aytganda ta'siri cho'ng bo'lmaydi. Lekin uzoq mezgildan elib aytganda ta'siri tasavvur qilg'usiz bo'ladi. Chunki bu 3 taraf mudofaa kelishimining imzolanishi Amerikaning ilgirki chet el bexatarlik sistemasiga bo'lgan monopol o'rnini yanada ojizlashtirdi. Shunga texmo yiroq kelgusi nuqtadan qaraganda, bu qitim imzolangan Makka birlashma mudofaa kelishimining haqiqiy diqqat qilishga arziydigini, uning darhol musulmon davlatlari yoki O'rta Sharq nusxasidagi Shimoliy Atlantik aktiv tashkilotini shakllantirmasligi emas, balki u O'rta Sharq bexatarlik vaziyatida zo'r burilish bo'lganligidan darak berdi. Ilgari Amerika o'z oldiga yetakchilik qiladigan rayon davlatlari asosligi Amerikaning bexatarlik kapolati bilan ta'minlashiga tayindigan andiza tadrijiy holda Amerikaga qarab davomli mavjud bo'lib turgan bo'lsa-mu, lekin rayon cho'ng davlatlari bir vaqtda o'zining kollektiv mudofaa sistemasini barpo qilish yo'nalishida o'zgarish bo'lganligidan. Bu Amerika Eron urushidan keyingi O'rta Sharq vaziyatiga zo'r darajada cho'nqur ta'sir ko'rsatganlikning dastlabki natijasi. Bo'libmi 3 davlatning keyingi qadamda birlashma qo'mondonlik qilish, havo mudofaa, boshqarilgan bombaga qarshi turish, axborotdan o'rtaq bekirman bo'lish va doimlik harbiy o'rlashtirish mexanizmi o'rnatmaslik diqqat qilishimizga arziydi.
Biroq tushuntirishga arziydigan shuki, men xabar e'lon qilishdan burun bu uch taraf mudofaa kelishimida oshkorlangan mazmunlarda Pokistonning Saudiya bilan Turkiyani birlikda yadro mudofaa kunligiga kirgizmaganligi tilga ilinmagan. Bunga men davomli diqqat qilib, doklad qilaman. Ondan nazarimizni Serbiyaga qarasak, Ukraina Zo'tong Zelenskiy bugun taratqularda e'lon qilgan uqtirish va filmda ko'rsatilishicha, Zelenskiy shu yer vaqti 7-avgust kechda Serbiyaga yetib borgan. Bu Zelenskiyning Ukraina Zo'tong bo'lgandan buyon Serbiyadan iborat bu Balkan davlatida tunji qitim rasmiy ziyorati bo'lishi. Serbiya Zo'tong Vučić 7-sla kechda Zelenskiyni qarshilish ziyofati o'tkazdi hamda 8-sla uning bilan rasmiy suhbatlashdi. Retroagentlik qatorliqlarning xabarlari qaraganda, mo'ljallanishcha Zelenskiy bu qitim Vučić bilan iqtisodiy hamkorlikni nuqtaliq muzokara qiladi ekan. Bexatarlik masalasi va Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishga aloqador qarorlar suhbat oxirlashgandan keyin amaliy ahvolga asosan to'liqlab doklad qilaman. Ondan elimizda Xinhua agentligi va Belorussiya davlatlik universal xabarlar agentligining 7-slatdagi xabarda ko'rsatilishicha, Jungo bilan Belorussiya ikki davlat armiyasi 8-oyning oxirida Xubida Ilohiy Burkut 2026 nomli parashyutchi askarlar birlashma mashq o'tkazdi ekan. Egilishicha, bu qitimqi birlashma mashqqa shahar bozorlardagi terrorlikqa qarshi turish harakati tema qilingan bo'lib, asosliqi razvedka qilish va razvedkaga qarshi turish, kontrol qilish va mudofaa ko'rish, tozalash va mudofaa ko'rish qatorliq manevrlar qanot yaydirilgan. Bu ikki davlatning bu bir qator birlashma mashqni 4-qitim o'tkazishi.